kuzatib turamiz. Xudo xohlasa yangi bozordagi masjidimizdan kanizlarni ko'rdik. Xudo xohlasa ozgina charasi bor edi. Shu joyini zinalarini sunufga xizmatiga kelganmiz, bagit qo'yapmiz. Bir tarafini sunufga bo'ldik. Endi ikkinchi tomonni xudo xohlasa hozir sunufga qilamiz. Bitta ko'rib o'zida baho berishlar mumkin. Balandligi 8 metr balandligi lesaga bo'lgan. Endi bu yoq tomoniga hozir shu lesani yig'amiz. Endi bu yog'iga nima desam xudo xohlasa idealniy yig'ilgan qo'ysa xudo xohlasa olgan bayt juda chiroyli bo'lgan. Ranglariga ham oddiy e'tiborli bo'lgan. Videolarda mana pardali ilingan. Xudo xohlasa jarayoni ketyapti parda ilinishi. Hali yana ozgina ishlarimiz bor. Xudo xohlasa ideal bo'lib chiqyapti lekin. Shogirdlar dam olishyapti shogirdlar.